Inshaalloh ro'za Ramazon oyida shunaqa shinam uylarda ota-onamizga olib berish har bittamizga nasib etsin. Uyimizni manzili Qibray tumanida Bug'or mahallasida joylashgan. Ko'rib turganingizdek, mahallasida ham yangi asfaltlar qilingan. Uyimizni umumiy maydoni 3 sotu 7 ta xonadan iborat. Hozir uyimizni ichkaridan ko'rsatib chiqamiz. Darvoza xonasi ham juda ham katta, bemalol 2-3 ta mashina sig'adi. Bu yoqda uyimizga asosiy kiradigan joyimiz. To'g'ridan ko'rishingiz mumkin, zeleniy zonasi bor, gazonlari bilan archa gullar ekilgan. Uyimizning remonti haqiqatan did bilan qilingan, juda ham mehr berilgan o'rtoqlar. Uyimizda yozgi, qishki oshxonasi ham bor. Mangal, o'choq, barbekyu zonasini ham ko'rishingiz mumkin. To'g'ridan bitta oshxonasi bilan xonasi joylashgan va kotselniy podvalimiz ham bor. Hali aytib o'tganimdek, uyimizning umumiy xonalar soni 7 ta, 4 ta sanuzeldan iborat. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, $290 ming kelishiladigan joyi bor. Xo'sh o'rtoqlar, uyimizning to'liq obzorini ko'rmoqchimisiz? Unda ketdik.